Oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqda mashhurlikka erishish uchun, PR qilish uchun 5-6 ta bolacha chiqib, alimenti bor erkaklarga qarata qo'pol bo'lsa ham aytaman, endi ko'ting yetsa uylanadi, bolangni boqolsang uylanadi, alimenti vaqtida to'lab qo'y deb aqli yetmagan narsalarga burnini suqib, qo'pol bo'lsa ham o'sha ayolni orqasiga kirib ketib, ayolni orqasidan ayolni podderishkasi bilan ijtimoiy tarmoqda mashhurlikka erishishni xohlab, alimenti bor erkaklarga har xil kurakda turmaydigan gaplarni gapirib chiqyapti. Ahmo, ongi yo'q, seni boshingga aliment degan bola tushganmi umringda? Yo otangni boshiga shunaqa bola tushganmi? Tushmagan. Nima qilasan? Alimentchilar haqida gapirib, tinchgina o'zingni oilangni baxtli, saodatli isloh qilib, mazza qilib yashur. Alimenti bor bo'lgan bolalarga qanchalik darajada qiyinligini, ularning qanaqa huquqlari cheklanishligini sen bilasanmi? Bilmagan narsangga, aqling yetmagan narsaga nima qilasan aralashib? Bunaqa ishlarni o'zining egasi borda, senga emas-da bu narsa. Sen ijtimoiy tarmoqqa chiqib olib, masxarabozlik qilib, obunachi yig'ib yurgan bolasan. Bundan ortiq narsa seni qo'lingdan kelmaydi. Alimentchi bor bolalar chet elga chiqa olmaydi, davlat xizmatlaridan foydalana olmaydi. Banklar bilan shartnoma tuza olmaydi. Tasavvur qilyapsam, kerak bo'lsa uy, joy, mashina oldi sotdisi qila olmaydi. Hech qanaqa narsa qila olmaydi. Ularni erki o'ziga qo'liga emas. Ozgina aqling yetsa bunaqa masalalarga aralashgan. Alimenti bor bo'lgan erkaklar haqida mashhurlikka erishaman, o qilaman, bu qilaman deb og'zingga kelgan gapni ijtimoiy tarmoqqa chiqib olib gapiravermagan. Bu ishda o'zining egalari bor. O'sha egalari senga juda qiyin vaziyat yaratib qo'yishi mumkin.